Karis qaynonam sho'rbodiringdan karischa salat qilishni o'rgatadilar. Jan. Koreyada sho'rbodiringni shunaqa paketlarning ichida sotar ekan, bizda bonkalarning ichida sotadi. Ta'mi ham ozgina farq qiladi, lekin bu ham sho'rbodiring, bizdagi ham sho'rbodiring. Hozir sho'rbodiringdan karischa kimchi qilishni qaynonam o'rgatadilar. Yog'di bu. Bodiringni shunaqa qilib to'g'rab chiqamiz. To'g'rab chiqqanimizdan keyin shunaqa qilib suvini siqib tashlaymiz. Shunaqa qilib sho'rbodiringni to'g'rab, uni suvini qo'lda yaxshilab siqib chiqqandan keyin ko'k piyozni to'g'rab qo'shaveramiz. Ko'k piyozdan keyin maydalangan chesnokdan bir qoshiq qo'yamiz. Olxo'ri siropidan bir qoshiq qo'yamiz. Olxo'ri siropi juda ham mazali. O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmayman, lekin Koreyada ko'plab kimchilarga qo'shiladigan sirop. Shakardan bir qoshiq, quritilgan qalampirdan bir qoshiq. 2 qoshiq ekan. Undan keyin kunjut yog'i ozroq. Yaxshilab aralashtiramiz. Tuz qo'shish shart emas, chunki sho'rbodiring o'zi tuzli, shuning uchun so'yuvli sos yoki shunga o'xshagan narsalar qo'shish kerak emas. Shakar siropidan ham ozroq qo'shaveramiz. Va oxirida qovurilgan kunjutdan ham qo'shaveramiz. Yeb ko'ramiz. Shu bilan sho'rbodiringli kimchimiz tayyor bo'ldi. Buni endi guruchlar bilan maza qilib yesangiz bo'ladi. Yoqimli ishtaha.